O'zim bitta Avstraliyadagi mijozga ana o'sha golf ikkita joy, masalan, golf chuqurchasi bo'ladi, golf bolni o'zi bo'ladi, to'pchasi. Orasidagi masofani metrda o'lchashar ekanda. Masalan, nima deydi, nearest to hole, ya'ni chuqurga eng yaqin kim olib bordi degan o'yin bor ekan. Unda odamlar bor qo'lda o'lchab yurishadi. Ana o'shani biz mobilda o'lchaydigan yechim qilib berdik AI orqali. To'pni aniqlaydi, buni aniqlaydi va augmented reality degan narsa bor. Ana o'sha 3D vision orqali orasidagi masofani aniqlab beradi. Lidar orqali, o'sha iPhone'da bor narsa. Telefonda tutasizda. Ana o'shani biz 20 ming 30 ming orasiga bajarib berdim ana o'sha loyihani. Endi qiziq tomoni, xuddi shunga o'xshash loyiha Los Anjelesdan boshqa mijozdan tushdi. Faqat boshqacha yechim. Unda endi golf emas, beysbol derkan Amerikada, ana otadigan beysbol. Ana o'shaning uchun. Faqat nima deydi, bir xil ko'nikmalar kerak. Unga mobilga AI modelni qo'yishimiz kerak. Nima deydi, 3D anaqa koordinatalar bilan ishlashimiz kerak. Lekin bizda u ko'nikma bor. Shuni hisobiga haligini 20 ming 30 mingga emas, 2 ming 3 mingga tayyorlab berdik. 10 barobar arzonga. Nima demoqchiman? Ko'nikma bo'lgani uchun biz kadrlarga investitsiya qildik Humblebee-da. Hamma AI loyihalarga investitsiya qilayotgan vaqti kadrlarga investitsiya qilganimiz uchun kadrlar borgan sari kuchayib bordi. Top 1% AI injenerlar tayyorladik. Shuni hisobiga biz o'ta tez va arzonga tayyorlab bera olamiz.